Hurmatli qishloq xo'jalik Telegram YouTube kanalimiz a'zolari, mana bugungi videolavhamizda sizlarga 7 motoblogimizda yer haydash nimalarni ko'rsatamiz. Bu videomiz dehqonlarga ham, lekin bunaqangi texnikalarni yangi minuvchilarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Mana birinchi navbatda yengil yer biletini haydab olinadi. Buni bittada haydasa ham bo'ladi. Bosib ko'rsatib, bosib chuqurroq haydab bittada. Bu holatda motoblok yurmaydi, oldi revis berib yerga tez qo'yadi. Bitta joyda haydab turaveradi. Buni bunaqa qilib yerni sal haydab yuboradi. Shuning uchun oldin yerni o'zini bir qator yengil tutib olish kerak. Keyin chuqurroq haydaladi. Mana oldin revis berib hatto yerga tez qoladi. Birinchi ketishida 10 cm, 15 cm yer betini olsa bo'ladi. Mana ikkinchi haydovni boshladik. Ko'pchilik dehqonlarimiz aytadi, mana 2 metr yurib oldin yurib deydi. 2 metr yurganda ham, 2 metr yurganda ham hozir mana ko'rsatamiz videoni. Mana shu tez mana. Amajon, yengil yur, yengil yer mana. Mana 2 metr ketyapti mana. Lekin manitlar yaxshi haydaladi. Orqaga qaytgan yaxshilab hayda. To'xtat. Mana. Hatto izi ham chiqadi mana. Mana ana bo'lsa yaxshi haydalgan joyda izi ham chiqadi. Yaxshilab hayda. Buni 2 metr yurgandan 10 metr yurganda mana orqaga qozig'ini bosmasa yerga yaxshi haydamaydi. Dehqonchilik qilamiz degan akalarimizga maslahat, yerda yaxshilab haydab bering deyish kerak. Narxini o'shanga qarab kelish kerak. Bosh holatda ketmon chopsa, ariq olsa, ketmon hatto yerga yetib bormaydi. Bu texnikani yangi minuvchilar bo'lsa, yerda qattiq tarafi motoblokni ko'tarib yuboradi o'sha tarafga. Qattiq tarafiga imkon qadar mana rolni o'sha tarafini bosib kerak. O'shanda qattiq tarafini yaxshiroq oladi. Bo'lmasa yumshoq tarafini bosib, qattiq tarafini sayozroq haydab qo'yadi. Lekin dehqonlar ariq baribir orqamizdan bo'lishini istaydi. Ishlaganda haydalmagan qattiq yerga ketmonni qo'yib qala haydashni deyib bo'lmagan. Hozir mast haydalishida bemalol hamma joyiga ketmon chopsa, ketmon qattiq yerga tegmaydi. Hozir bu chekkasida bor. Mana hozir 30 cm joy qolib ketyapti. Battan qaytadi yana. Otlardan imkon qadar joygacha haydash kerak. Ko'pchilik dehqonlarimiz aytadi, bu texnika bo'lmagan narsa ekan deydi. Yaxshi haydamas ekan, yer betini oladigan xolos deydi. Mana bu holatda haydalsa, dehqonchilik xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ochiq maydondan bir so'zing yerdan 700 ming dehqonchilik qilganlar bor. Mana haydalmagan holati.